Mana datchigini shu holatda qo'yasiz. Shu orasiga bittadan tuxum qo'ymaysizda, shu uchtalato'ga 3 ta tuxum qo'ymaysiz, o'sha yerdan o'tkazib yuborasiz. Shunda xonani sentrda turadi. O'shanda haroratni to'g'ri o'lchaydi, zo'r o'lchaydi o'shanda. Mana sentriga baylab qo'yasiz-da. O'sha yerdan tushirib qo'yasiz. Bu aylanganda keyin ishtimol qilmaydi. Turaveradi. Mana suv jomini ham shu holatda qo'yasiz, shunda tegmaydi. Qiyshaytirib. Обязательно yoqishdan oldin tekshirib ko'rasiz birinchi, keyin tuxumlarni terasiz. Suvlarni keyin quyasiz. Mana shu holatda bo'lishi kerak. 500 talik inkubatorda yoqish jarayoni. Xo'p, buni endi gradusni bilasizlar. Mana set bilan, up bilan, down bilan kerakli gradusga qo'yamiz. Setni bosamiz, namlikni ham xuddi shu bilan downda tushirib. Перезагрузка deganda belanchak yurmay qolsa yo namligini ko'tarmay qolsa, tagidagi jom ishlamay qolsa, mana unda перезагрузка qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana boshqa gradusga qo'ysak, yaxshiroq bo'ladi mana. Bilinadi-da bo'lgan. 3708 ga 65. Shu перезагрузка deydi, xotirasini tiklab oladi. Qilmayotgan operatsiyalarini shundan keyin qilib yuboradi. Mana 500 talikda ham qanday ishlatishdi syomkasi bo'ldi. Endi kimga zarur bo'lsa tashlab beramiz.